Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Siz Analitik futbol kanalini tomosha qilyapsiz. Bugungi sonimiz qahramoni Pep Gvardiolaning yangi olmosi Abduqodir Husanov. Biz uning hayot va e'tiqoddagi faoliyatiga oid 100 ta eng sara faktni tayyorlab qo'yganmiz. Videoni o'tkazib yubormaslik va bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Sizning har bir laykingiz biz uchun juda muhim. Tayyor bo'lsangiz tahlilni boshladik. 1. 2025-yil 20-yanvarda Manchester City bilan rasman shartnoma imzoladi. 2. Lansdan Cityga 45 million yevro evaziga ko'chib o'tdi. 3. Rekord O'zbekiston va Markaziy Osiyo tarixidagi eng qimmat futbolchiga aylandi. 4. Klub bilan 2024-yilning iyuniga qadar mo'ljallangan 4,5 yillik bitim tuzdi. 5. Raqami City'da o'zining sevimli 45-raqamini tanladi. 6. Murabbiy uni himoyadagi intellektual kuch deb ta'rifladi. 7. 2025-yil 25-yanvarda Chelsiga qarshi o'yinda debyut qildi va ikkinchi taymda almashtirildi. Uning o'yin boshida bitta katta xato yo'l qo'ydi, lekin undan keyin o'zini topib oldi. 8. 2025-yil fevralda Futbol Assotsiasion Kup o'yinida ilk bor 90 daqiqa harakat qildi. 9. 2025-yil oktyabr oyida Aston Villa darvozasiga burchak to'pidan so'ng bosh bilan gol urdi. 10. Gvardiola uni nafaqat markazda, balki o'ng qanot himoyachisi sifatida ham sinab ko'rmoqda. 11. City'dagi o'yinlarda pas berish aniqligi o'rtacha 92% ni tashkil qilmoqda. 12. Jamoada Manuel Akanji, Ruben Dias, Ederson va Erling Haaland bilan yaxshi munosabatda. Manchesterga ko'chib o'tgach, ingliz tilini jadal o'rganib, intervyular bera boshladi. 14. Manchester markazidagi Dias-Kate hududida istiqomat qiladi. 15. 26-yil 5-fevral holatiga ko'ra u jamoaning rotatsiyasidagi Sizningcha Abduqodir Husanov Oltin to'pqa top 5 talik futbolchilar qatoriga kiradimi? Fikrlaringizni yozib qoldiring. Uning umumiy reytingi 81 gacha ko'tarildi. 17. Chempionlar Ligasi 2025-yil kuzda Yevropa Chempionlar Ligasi guruh bosqichining barcha o'yinlarida qaydnomaga kiritildi. 18. Yevropa Chempionlar Ligasida Manchester City libosida maydonga tushgan ilk o'zbekistonlik futbolchi. 19. Haftasiga taxminan 80 ming funt sterling maosh oladi. 20. Etihad stadion muxlislari uning ismini aytib qo'shiq kuylashni boshlashdi. 21. 2023-yil iyulida energetik bugudan Lansga o'tgan edi. 22. Fransiya chempionatida o'ynagan ilk O'zbekiston futbolchisi. 23. Lans tarkibida jami 40 dan ortiq o'yinda ishtirok etgan. 24. 2024-yilning eng yaxshi yosh himoyachilardan biri deb topildi. 25. Arsenalga qarshi Yevropa chempionlar o'yinida Gabriel Jesusni zararsizlantirib, Yevropani hayratda qoldirdi. 26. Fransiyada uni o'zbekistonlik devor deb atashardi. 27. Uning transferidan Lans 40 barobardan ortiq foyda ko'rdi. 28. 2024-yilda Oltin bola Golden Boy sovriniga nomzodlar ro'yxatiga kirdi. 29. PSJga qarshi Kylian Mbappeni to'xtata olgan himoyachi bo'ldi. 30. Fransuz matbuoti uni bir necha bor hafta ramziy terma jamoasiga kiritdi. 31. O'zbekiston milliy terma jamoasining ajralmas bo'lagi. 32. 23-yilgi U20 Osiyo Kubogi chempioni. 33. 23-yilgi U20 Jahon chempionati yulduzi. 34. 2024-yilgi Parij Olimpiadasida o'zbek jamoasini boshlab tushdi. 35. Jahon chempionati 2026 saralashda markaziy himoyadagi asosiy qalqon. 36. Terma jamoadagi debyuti 2023-yil Kafa Kup doirasida Tojikistonga qarshi. 37. O'zbekiston tarixidagi eng yosh va eng muvaffaqiyatli legioner. 38. Milliy terma jamoada 20 dan ortiq o'yin o'tkazgan. 39. Jahon chempionati 2026 saralashida Eron va Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yinlarda clean sheet darvoza daxlsizligini saqlanishiga katta hissa qo'shdi. 40. 25-yil yakunlariga ko'ra O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Bolalik va futbolga kirib kelish. 41. Tug'ilgan kuni 2004-yil 29-fevral, Kabisa yilda tug'ilgan. 42. Tug'ilgan joyi Toshkent shahri. 43. Mashhur futbolchi Hikmat Hashimov o'g'li. 44. Bunyodkor futbol akademiyasi maktabi tarbiyalanuvchisi. 45.
ilk pozitsiyasini bolaligida hujumchi sifatida ham o'ynab ko'rgan. 46 bolaligida mashg'ulotlarga hammadan oldin kelib, hammadan keyin ketishi bilan tanilgan. 47 otasi uning eng asosiy maslahatgo'yi va qattiqqo'l ustozi. 48 futbol bilan birga maktabda ham yaxshi baholarga o'qigan. 49 bunyodkor o'rinbosarlar tarkibida porlagan. 50 maydondan tashqarida juda uyatchan va kamgap. 51 bo'yi 186 cm, vazni 82 kg. 53 himoyachi bo'lishiga qaramay soatiga 34 km tezlikka chiqa oladi. 53 himoyachi bo'lishiga qaramay soatiga 34 km tezlikka chiqa oladi. 54 havodagi kurashlarda g'alaba qozonish ko'rsatkichi 75% dan yuqori. 55 toza va xavfsiz patkatlar ustasi. 56 o'yin o'qish qobiliyati yoshiga nisbatan juda yuqori. 57 chap oyog'ida ham aniq uzun paslar bera oladi. 58 energetik bug'uda jarima zarbalaridan gol urgan. 59 90 daqiqa davomida bir xil tempda o'ynay oladi. 60 eng qiyin bosim ostida ham to'pni shunchaki tepib yubormaydi. 61 avtomobil Manchesterda Range Rover haydaydi. 62 bo'sh vaqtida video o'yinlar o'ynashni yoqtiradi. 63 oshxonasi o'zbek milliy taomlarini ayniqsa palovni sog'inadi. 64 Instagramda 500 mingdan ortiq kuzatuvchisi bor. 65 Nike bilan shaxsiy homiylik shartnomasiga ega. 66 do'stlari Abbosbek Fayzullayev bilan bolalikdan qalin do'st. 67 dini islom diniga e'tiqod qiladi. 68 O'zbekistondagi yosh futbol maktablariga moddiy yordam berib turadi. 69 avtobiografik va motivatsion kitoblarni o'qiydi. 70 ko'proq sokin va zamonaviy o'zbek estradasini tinglaydi. 71 bugun 2026 yil 5-fevralda u navbatdagi mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rmoqda. 72 Angliya Premyer Ligasi haftaning ramziy terma jamoasiga kirish bo'yicha nomzod. 73 Manchester City'ning eng ko'p futbolka sotayotgan o'yinchilari to'pligida. 74 O'zbekiston yoshlari uchun asosiy rol model o'rnak. 75 transfer market qiymati 60 million yevroga yaqinlashmoqda. 76 Angliya matbuoti Next Vidic keyingi Vidic deb atay boshladi. 77 Pep Guardiola uni City'ning kelajakdagi himoya yetakchisi deb biladi. 78 yanvarda yakunlangan transfer oynasida birorta klubga ijaraga berilmadi, chunki asosiy tarkibda kerak. 79 O'zbekiston hukumati tomonidan shuhrat medali bilan taqdirlangan. 80 uning Manchesterdagi har bir o'yini O'zbekistonda millionlab odamlar tomonidan jonli efirda tomosha qilinadi. 81 asosiy maqsadi Manchester City bilan Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibi bo'lish. 82 O'zbekiston bilan Jahon Chempionati 2026 play-offiga chiqishni istaydi. 83 oltin to'pga nomzod bo'lgan ilk o'zbekistonlik bo'lish niyatida. 84 kelajakda o'zining futbol akademiyasini ochishni rejalashtirgan. 85 Angliya Premyer Ligasida mavsumning eng yaxshi yosh o'yinchisi bo'lishga asosiy da'vogar 25-26. 86 uning muvaffaqiyati ortidan Angliya Premyer Ligasi skautlari O'zbekistonga e'tibor qaratishdi. 87 shaxsiy murabbiy bilan jismoniy holatni yaxshilash ustida qo'shimcha ishlaydi. 88 City bilan Angliya chempioni bo'lishga juda yaqin turibdi. 89 Yevropaning eng kuchli 5 markaziy himoyachisi qatoriga kirishni ko'zlagan. 90 o'zbek tili, rus tili, fransuz tili va ingliz tillarida so'zlasha oladi. 91 uning otasi Hikmat Qoshimov bir paytlar Oqtepa jamoasini ham boshqargan. 92 Abduqodirning ukasi ham futbol bilan shug'ullanadi. 93 hech qachon tungi klublarda yoki mojaroli xabarlarda ko'rinish bermaydi. 94 uning agentlari City bilan juda yaxshi aloqadagi nufuzli kompaniya. 95 Manchesterdagi o'zbek diasporasi uni tez-tez mehmonga taklif qiladi. 96 Pep Guardiola u bilan individual tarzda taktik tahlillar o'tkazadi. 97 uning familiyasi Husanov, Angliyada Husanov deb talaffuz qilinadi. 98 har bir o'yindan oldin duo qilish va maydonga o'ng oyoq bilan kirish odati bor. 99 u O'zbekiston tarixidagi eng yuqori maosh oluvchi sportchilardan biri.
100-fakt. Eng oxirgi fakt. Abduqodir Husanov o'zbek futbolining tirik afsonasi va dunyo futbolining porlayotgan yulduzi. Abduqodirning bu muvaffaqiyatli mehnat va intizomning natijasidir. Biz esa siz bilan uning keyingi gollarini Etihad stadionida kutib qolamiz. Video yoqqan bo'lsa, o'zbek futbolini qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasini ayamay bosing. Navbatdagi videomiz kim haqida bo'lishini xohlaysiz? Abbos Fayzullayevmi yoki Eldor Shomurodov yoki Ronaldo yoki Messidir? Fikringizni eng qiziqarli tahlillar va yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat. Biz Analitik Futbol kanali edik.